bir istəyirəm. Mən üçsünəm, mən özümün hobbim şu. Eng yaxshi ko'rgan narsam xarajat etkab xolodilnik doldurib qo'yish bilan ovqat pishirish. Shuning uchun hamma mehmon bo'lib kelinglar. Men Feruza bo'lsam, bo'lmasam 3 xil ovqat pishiramiz biz kunda. Sizlar ham kelinglar undan ko'ra, ko'ringlar oyijon. O'zi o'rganjak bo'ladi. Oyijon go'mma pishiring, boshqa yana bir narsada buni eri diyeta yedish uchun o'rganganning foydasi yo'q. O'zimiz yaxshi ko'rib özlerimiz xohlab qilamiz. O'zi Feruzani men kutib o'tiraman, uni pishirib beraman, buni pishirib beraman deb negativ yozmanglar. Endi Feruza negativga e'tibor ham bermaydigan bo'lganda, menga ko'rsatadi, "Ayjon, buni qarang" deb. Endi menda Instagram yo'q, menga farqi yo'q. Lekin galilari ozgina imkon beringlar. O'zlari uchun yashasınlar, qisqa umr, mazza qilib yashasın. Eri bilan baxtli bo'lsa bo'ldi, boshqa hech narsa kerakmaydi. Tinch yashasalar bo'ldi. Mani videolarimda ko'rgansizlar, mana shu Eronni gelini mazza qilib ishlataman. Kriladan gupillab hidi kelib turadi va barakali. Endi qaranglar, maftuni sizlar uchun zo'r skidga e'lon qildilar. Ya'ni buni donaga olamiz desanglar 60 mingdan, agar korobkada olamiz desanglar 55 ming so'mdan qilib berar ekanlar. Korobkada 8 ta bo'ladi. Xohlasanglar har xil qilib olasizlar. Xohlasanglar bir xil qilib o'zingizga yoqqan hidida olasizlar. Bularni tugatish uchun shunaqa narxga qo'yganlar. Imенно bularda premium kачество bo'ladi. Boshqalar ko'pchilikni ko'ryapsizlar, alda podelkasini sotishyapti. O'shaning uchun men shundoq to'g'ri skladga kelaman-da, shu hidlarini tanlab olib ketaman. Sizlar ham kelib tanlab olib ketsanglar bo'ladi yoki dostavka qildirsanglar ham bo'ladi. Hamma mahsulotlari premium kачествоda, bemalol ishonib olinglar. Ina oyijon, go'mma nima qilyapsiz? Go'mma bukib turibdi. Ha, go'mma bukib turibdi. Ina. Gelinlar mazza Ina gelinlarida mazza go'mmalar. Ya toza chopilgan itjondan. Mana o'zlari chopib bu yoqda xolajon. Xolajonni ham sog'inganlar rosa ko'p, rosa sizni so'rashadi. Ina hozir hovliga endi chiqsak bo'ladi bemalol. Quyosh ketsa. Quyosh ketsa hovliga chiqamiz shu yerda. Nezza qilib, hazzatib o'tiramiz. Kelinglar. Men sarangarlab o'sadi. Amina xalpani aytib bering. Amina xalpa. Hozir otang Amina xalpa bo'ldi-ku, tarixni yo'q, ber pichoqni aferi, ber deb shunga yardım etib ketdi. Amina xalpani aytgan. Xorazmda ayol bo'lgan. Gelinni aytgan, "Ey balam, sen dim xoriding. Dim xorib tursa, sabir yordamlashing, gel seni kirlaringni bir yuvib bering" dedi. Gelin ham so'nib yugurib deyanek keladi. Bu zamonda tog'arada kir yuvganlar. Gelin he savun nepper, savun geldi. Gelin he su salı berleyene dedi, saladı. Gelin he bunu bir gımcı ver dedi. Gımcıydı. Ki al indi kirliydi, Allah taza su sal dedi. Gımcıda indi ser dedi. Dedi ki Emine xalpa kiriyordu böyle. Geline yardımlaştı. Gelinga qildirib. Hava, geline yardımlaştı. Ana kiriyordu deydi. Hava, Emine xalpan kiriyordu. Shunaqa gap bor значит. Shunday gap bor bizada. Bir ishni chala aytib, sağ buyuraversa Emine xalpani kiriyordu deymiz.